Yo bola barchaga salom sizlar bilan men Xayr Samuray bugungi videoda ko'rib turganda bola vahshiy zo'runimizda bola ko'rib turganda bugungi o'yinimizda biza mana ha klik bola, ya'ni tugmalarni bostirib bo'lib pul yig'ib turib o'sha pullarimizni reverse qilib mavzuni ochishimiz kerak bola. Bu yerda Forest Island bor, ya'ni o'rmon ekan, bu qanaqadir o'rmon. Mana shu o'rmonda o'tishimiz uchun bizga 500 ming dollar pulimiz kerak. Va pul olish uchun esa bola mana 19 tani ustiga bosib tashlash kerak bola. O'shandagina biz juda ham ko'p pul yig'ib olar ekanmiz. Buni dashi bosib turaversak bizga 2x ham qilib berar ekan dashi pulimizni. Hozir biz 4 ga pul yig'adigan bo'lsak, reverse qilishimiz mumkin menimcha. Mana next level deb ham yozib qo'ygan. Tepada hozir ko'rsatmasalarga qarang, next level ana. Qanaqa azizcha qoldi? Next level to'ldi bola. Oppa, bola menimcha reverse tayyor. Oy, reverse qildim. Endi menga 26 dollardan har bitta knopka bosganiga beryapti. Brilliantlarimiz bo'lar ekan bizani. Flura menga 6x qilib berar ekan bola. Ana bitta narsalar ham bor ekan. Ana qanaqadir missiyalar bajarilar ekan bola. 250 marta bosadigan bo'lsam menga 2,5 ga pul berar ekan. Yo-moy, qarich maytda pullarimizga tuxum ochib turib, o'zlarimiz aniqsagan bo'lar ekan. Masalan, mana tuxumni ochib ko'ramiz. Qanaqa bir ochar ekan. O 25 hozir Gangster Future tushdi bola. Normalni. Endi bir o'tib o'tgan Gangster Future 16x qilib berar ekan pulimizni. Yo-moy, endi pulimiz ancha tez ko'payibdi. Maytda bo'ldim dedi, lekin qani kim? Bo'ldim, lekin Bunyodbek. Bo'ldi bola, do'zga qo'shaman. Qani siz Bunyodbek? Qani Bunyodbek? Bu Sigma 7 deb qo'ygan. Lekin g'irdmaga xo'pti-ku bola. Короче, men hozir reverse tayyor bola. Aisho Speed Jitor kim bu? Mana hozir reverse qilamiz bola. Let's go! Reverse qildik. Endi yana 242 dollardan beryapti endi. Bola ko'rayotgandagi men tepada yozuv ham chiqib turar ekan. Sroj bo'yda reverse paydo bo'ldi degani bola. Sroj bo'y reverse qilib turar ekan. Sen reverse qilmoqchi bo'lsang ham, men reverse qilmoqchi bo'lsam, sen menga ko'rinib turar ekan. Короче, hammada ko'rinar ekan. Mana yerdagi missiyalarni yo'qotib olish kerak bola. Missiyalarni vaqt xalaqib beryapti. 2x menga puldan beryapti endi har bitta bosganim bola. Gangster Future'ning leveli kuchayar ekan. Birinchilaring leveli kuchayar ekan bosganing sayin bola. Sekundiga dafiga pul bosyapman. King reverse ham tayyor bo'ldi bola. Mana 2,5 ming olamiz. Bu bola qolganiga reverse qo'ramiz. Bizning pulimizni 22x qilib beradi. Elite rankga ko'tarildik bola. Endi biz topgan pulimizga vaqti ko'p xohlasak, anilar ham qo'lar ekanmiz bola. Mana bu yerda qutchani ochamiz. Oy. Qanaqa nima chiqadi ekan bola tuxum ichidan? 30% Sviniya Bombardiro bola. 3 ta otsagan bo'lar ekan, dashi 3 ta ochaveramiz. Let's go. Trippy drop 25%. Qana bu birinchilarim endi qanchadan beradi? Eng zo'rlarini belgilab qo'yaman bola. Eng zo'rlari vaqti ko'p pul beradi bizga. Bularni ko'paytirib bo'lmaydi, 3 tadan ko'p qilib bo'lmaydimi bola? O'shanisi menga yoqmadi, lekin nimaga 3 ta aynan? Hozir 75 galikda ochib ko'ramiz bola. Har bitta bosganimiz sayin bola bizda ko'payib borar ekan. Oy, Phoenix degan egg bola, men tuxum ochibmanmi? Ichida qanaqa bir o'chadi bola? Kakto Hippomoto? Mutatsiyalik birov chiqmaydimi? Oy, 25x ekan bola, Kakto Hippomoto. Endi har bitta klubga bosganim bola, meniki 1kdan beryapti. Oh my god, buni qarang. 2x qilib beradi hozir. 2x ham qilib beryapti. 500 ga yig'adigan bo'lsa, King zonani ham ochib, King zonaga o'tib ketar ekanmiz bola. Let's go. Mana hozir yana bitta 75 gadan 150 yig'amiz degan, 2 taman 3 ta ochamiz. To'g'ri, 75 ga yana bitta yig'ik. Mana tuxumdan 3 ta ochamiz bola. 3 tasini ichida nima uchar ekan hozir ko'ramiz. Keyin 225 mingta pul yig'sa bo'ldi. 225 mingtadan o'tib ketdi bola, da ket. 3 ta ochamiz. Let's go bola, nima tushadi bo'lasizlar. 30 tata saxurda ikkita tushdi. Normalniy bola. Qan bir o'chirib o'taychi. Qan 33x dan qilib berar ekan bola tata saxurlar. 2 dan beryapti endi menga. Easy ochib qo'yar ekanman endi. Levellar ko'paygan sari ko'payib borar ekan pulimiz ham bola. Avtokesh nima bu? Avtomatik bosar ekan o'zi avtokeshda bola. Bizlar ham u ham bossa pulim ko'payishini qaylar. Yo-mayo. Pulim ko'payishini qaylar. Hatta missiyalar ham bajarilganda, missiyalarni olib qo'yamiz. Hatta narsalar bor ekan, qanaqa eliksirlar. Lekin bizda eliksir yo'q ekan bola. Oy, ujiman 500 ga yig'dim bola. Keyingi zonaga ketdim mana. Bola, keyingi zonaga ketdim, men bu yerda ochib qo'yaman. Let's go. bo'ldi ekan-ku. Nima? 3 ta beryapti. Ha, usta qo'ysa bo'ladi 3 ta. Keyingi zonaga o'tib oldim. Bu yerda Lava Island o'tishingda 1 million dollar ekan bola. Sirozdan qachon kelasan endi bu yerga? Go'jonim. Sen bu yoqdan tarafda kelmaysan menimcha. Men eng qimmat 33x ligimni craftdan bo'lar ekan. Bola 30% saksiz ekan. Yo, u kerak emas bizga. O'tmay qolishi ham 750 ming dollar yig'adigan bo'lsak, biz yangi tuxumcha olsak bo'lar ekan bola. Yo-mayo. Hozir easy 750 ming dollar qo'yamiz. Easy. Keyingi reverse qancha ekan? 1 million dollarda
60x so'm qilib berar ekan. Yo-mayo. Ha 750 ming dollarga bolla mana qilib qo'yamiz. Yoki buni ochgan yaxshimi yoki reverse qilgan yaxshimi bolla. Da, reverse qilganimiz yaxshi. 10 kadan beryapti endi. 750 dan easy qilib qo'yarkanmiz bolla. 10 kadan beryapti. 750 dan emas, biza 1,5 million tami 2,5 million yig'ib tashlashimiz kerak. 2,5 yig'sak bolla 3 ta narsa ocha olamiz 750 dan 3 ta. Attiga 2 million 200 ming qilib tashlasak bo'ldi bolla. Yaxshi, 10 kadan beryapti. Siroz qachon kelasan zonaga? Kimizami yoksan? Bola kisa bo'ldi, bashangni yetolsa bo'ldi menga. Day, mo'yatda 3 tani ochib yuboramiz. Let's go, nima uchadi bu yazor? Redkillar uchun eng qimmatlari 18% shimpanzini bananini normalni. Sekunda qancha beradi bu shimpanzini? 60x bola, yo mayo. 14 kadan beryapti menga har bitta knopka bosganim uchun 14 kadan. 15 ga deyarli bola. Men questlarni pulini olamiz 1 million dollar. 5 million dollarda biz reverse qilsak bo'ladi bola, yangi reverse. Shimpanzini bananini levellari ham ko'tarilyapti bola. Level ko'tarilsa nima bo'lar ekan? X ko'payadi menimcha. Davay, yaxshi. Yordik bola. Reverse, yangi reverse qilgan bo'ladi. 110x qilib berar ekan. Let's go. 110x ham qo'rdik. Bizga endi 27 tadan beryapti. Mo'yatda nima berdi menga? Mo'yatda nima berdi hozir menga? Bir banana lolli berdi. 50x'li. Yo-mayo, bunisi boshqa gap. Starter pakosi bo'lar ekan 8 ta Robuxga, lekin Robuximiz yo'q, afsuski. Necha bola 12 millionda hozir reverse qilsak bo'ladi. 3 reverse'ga to'g'ri qo'rqmiz. 400x 100 kadan beryapti menga har bosganim uchun. 100 kadan beryapti menga har bosganim uchun. Siroz lekin hali kelgani yo'q mavitga. Hali endi keladi hozir, qayerlar. Endi zo'rg'a 500 ga bo'pti. Moz King zonaga o'tib ketaman-ku bola. Yo-mayo, pulim ko'payib ketganini qaranglar. Men keyingi 35 million dollar kerak ekan bola. Menga keyingi zonaga o'tish uchun 35 million dollar. Hozir keyingi zonani ochib qo'yamiz bola 35 million dollarga. Ozgincha qoldi, ashyosincha qoldi. Sразу bo'y keldi. Ukan, sen kelguncha men keyingi zonaga o'tyapmanmi o'zi. Bo'pti, xayr ukam, yaxshi dam ol. Ketdi biza bola, keyingi zona tayyor. O'sha ketamiz keyingi zonaga. Let's go. Ketdi. Keyingi zonada nima bor ekan bola, o'tib ko'ramiz. Qani? Oy. Men lavali zonaga kelib oldim bola. Ayta upgrade ham qilsa bo'lar ekan. Ayt tepadan nima upgrade qilsa bo'lar ekan, o'shani bitta ko'rib kelish kerak bola. Menda o'z avtoklik bor, o'z avtomatik bosib turadi. Upgrade nima upgrade qilamiz? Mo'yatda qanaqa narsalar? Bonus klik, hot speed, avtoklicker speed, klik multi bola. Juda ham ko'p narsalarni kuchaytirib qo'ysa bo'lar ekan bu yerda. Bonus klik va bular hammasini bittama-bitta kuchaytirib tashladim. Endi ancha yaxshi bo'ldi. 33-50 million dollarda biz yana reverse qilsak bo'lar ekan. Mo'yatda qancha ekan? Tuxumni ochish 30 million dollar. Bitta tuxum ochish 30 million dollar. Indeks nima ekan? Indeks o'zi, indeks bu. Qanaqangi birinchilar bizda borligi 60 million dollar hozir bo'ladi yoki 90 million dollar qo'ramiz degan pulimizni bo'ladi. Sразу reverse qo'ramiz. Mo'yatda pulni sразу ko'paytirib tashlashimiz kerak. Sразу reverse qo'yapti. Yaxshi ekan. Hozir 70 million dollar bo'ldi. 90 million dollar qo'ysak bo'ldi. Biz reverse qilamiz. 81, 82, 83 bo'ldi. Past 90 bo'ldi. Va ketdi. Reverse qilamiz biz aytgancha, aniq qilamiz. Tuxum ochamiz 3 ta bo'ldi. Let's go. 3 ta tuxum ochamiz. Bizga nima uchadi? Iltimos redkilardan shu ber. 18% Reno Tosterino uchta bo'ldi bizga. Qana, qancha x qilib berar ekan? 70x Reno Tosterinochi 80x. Yo'q, har bitta knopka bosgan 200 kadan bo'libdi bo'ldi. 50 millionda reverse'ni qo'ramiz. Let's go. Tuxum ichida o'zi qanaqangi birinchilar bor ekan. 0%lik. Mana qaranglar. Mana qanaqa birinchi bu. Yo'q-mayo. Endi bu uchtalasi bizda bor. Bizga mana ikkalasidan kerak edi. Yo'q-mayo bolalar. Let's go. 50 millionda reverse qo'ramiz. Ketdi. Keyingi reverse 950x 500 kadan beryapti endi menga har bitta knopka bosgan uchun 500 kadan. Easy 90 million yig'ib tashlaymiz biz yana. Easy 90 millionda. Da 50 million, 60 million. Bola pulni kelishini qaylar, soqqani kelishini men knopkani tinmasdan bosyapman lekin. Da 90 million bor o'zi. 6 ta ochsagan bo'ladi. Bola 6 ta 180 million beradigan bo'lsa 6 ta ocharaman. Hayotda hozir biz upgrade qildik bu-da. Mayda upgrade qilamiz bola. Klikdimi? Klik multinimi yoki high speed yoki mana uni tezligi yetmas ekan. Короче, biz klik multini bola. Keyin buni kuchaytiramiz. Zo'r, ikkalasi kuchaytirib qo'ydik. Endi har bitta bosgan paytda juda ham tez bosiladi. 180 million dollar pulimiz bor. Endi 6 ta tuxum ochamiz. Avval 6 ta tuxumdan nima tushadi deb o'ylaysizlar. Let's go. Buni ochish uchun nima kerak ekan? Robux kerak ekan. Hoppa! Yana Reno tushdi.
Bizdeki normalroqini ber bo'ldi. Mana 9-8% tushmaydimi bu? Ustilar tushibdi-ku bo'ldi. Bola nima qilamiz? Sirojboyga nani qilsa bo'larmikin? Tret tashasa bo'larmikin? Tret bor ekan bitta. Sirojboyga tret tashlaymiz. Qani, nimang bor ukam? Nimang berasan? Nimani berasan? Nimani? Nimani berasan? Cho'tki narsa beraymi senga 3 ta? 6x bor. Ol ukam, senga padarik. Senga padarik ukam. Do'shi rahmat debdi. Oy, tez kuchaysan zonaga. Tez kelib oldi ukam. Necha bo'lib ketdi? Qanchadan beri o'tdi? Qancha bo'lib ketdi? Hop, qo'ying. Qo'ychi. Qancha bo'ldi? Qo'yishing buncha qiyin. Ayo bola. Yana tuxumni ochiramiz. 9.5% bombardli krokodil ushdi menga. Oy. 100x qilib berar ekan bu. Bo'ldi bola, endi keyingi rebus qo'radi 250 millionda. Qani qanchadan berish boshladi senga? Qancha beradi o'zi? 10. Yo'q, 100 gadan berish boshladi ekan. 15 million pul bor Yo, bola, keyingi rebus qo'shish uchun 500 million dollar pul kerak ekan. Uni ham hozir easy yig'ib tashlaymiz, sirazim bola. Bola, meni pulim 500 milliondan o'tib ketdi, mana bu yerda. Men yana bitta rebus menga 1.5 million dollardan har bitta o'zgaringga beryapti. Endi ko'rayotgan bo'lsanglar, pulim ko'payishini qaranglar bola. Hozir 180 da qilib olamiz, yana 30 tadan 30 ochib ko'ramiz, bola 30 millionga yana mana bunaqa tuxumni ochib ko'ramiz. 1% ga tushib qolsa borku, 0.1% gacha nima bo'lib qolaman lekin bola. Yana bombardilo krokodil tushdi. Yo'q, bombardilo krokodil tushdi yana menga. Ikkita bombardilo krokodilimiz bor, bola. Bundan ham zo'rlari tushmaydimi? Yo'q, tushmayapti. Bola, bundan ham zo'rlari kerak, bola bizga. Bundan ham zo'rlari kerak. Yo'q, 0.1% ga 80 lik tushib qolsa borku, nima bo'lib qolaman. Rino Tosterino bo'ldi bu. 1.5 million dan. 2 million. Qanaqasi 2 million berasiz senga? Reburzum, juda g'alati. Mayli, men zo'rdan kelgani yo'q-ku. Arkangizdaman? Afigeyt bo'ldi. Qayerdan kelib oldi bu? Qancha puling bor? 2 milliondan berdim da. 400 million. 500 million. Qanaqasiga? Repos qilamaz kerak. Nimani report ketdi 500 million. 3 milliondan 3,5 milliondan berdim. Qanaqasiga? Qanaqasiga senga? Ha, men tekinga pul berib qo'shila olmagan ekanman men. Yo'q, tekinga olmadim, men endi olaman. Nimaga qani uni ko'p beryaptindi? 3,5 million. Robux ishlatgansan, Robux ishlatdi bu, vallahi Robux. Men Robux qilganman-ku. Bo'pti ukam, keyingi zalda ko'rishamiz, mayli. Menga endi 2 milliondan beryapti. Yo'q. 2,5 milliard yig'ib qo'yadigan bo'lsak, Ketdi arkangizdaman. O'zi yetib olding menga. 4,5 milliondan berdim. Qanaqasiga bo'la, bunaqa ko'p beryapti unga? Senga nimaga ko'p beryapti? To'xtamayapti, nima qilsa bo'lar, yo'q, kishi desa bo'larmikan? 5x cash bo'lar ekan. Bularni nima qilsa bo'lar ekan bola? Qalamcham bosish kerakmi ekan yoki? Bosish kerakmi? Nima qilsa kerak? Ko'p beryapti, kam beryapti bola. Qanaqasi? Oy, bularchilar ko'payib ketdi-ku. Sotayotganlar bor ekan, bularni sotib olish kerak. Dere, sotoramiz bola, kerakmasdan va sotoramiz. Mayt qilib yotdi kerakmaslari. 60x lidan sotaveramiz hammasini. Tung saqlab bizga vapshi kerak emas. Bola, biz yutishimiz kerak. Nimaga bunaqa yutqizyapmiz? Hammasi o'chirib yubordim. Cho'tki. Endi ochib ko'ramiz, bola nima uchar ekan. Let's go. 19% lik Global Food Drillo. Normalniy bo'lsa boshqa gap. Hoppa, bunisi boshqa gap. Davay. Hozir yana ochib ko'ramiz, bola. 1,5 milliard bo'lsin, 3 ta ochaman bola. Menga farqi yo'q. 1,5 milliard bo'lsa 3 ta ochaveraman. 7 milliondan berdim. Qanaqasiga senga uncha beradi, Zaynob? Qanaqasiga bola? Keyingi zaman atamayın. Afigeyt. Bola qanaqasiga uncha ko'p beryapti? Robux ishlataymi? Robux tashlayman lozim. Bular nima bola? Telek beryapti. View beryapti. Nima? Qanaqa narsa? Bir nima tiqar ekanda, короче. Bola qanaqasiga o'tib ketdi? Sotib ketasanmi hozir? Ha, 2 milliard puling bor, qaltib qo'y. O'tib ketaman dedi. 10 milliard bermaz. Sali reversing qilur. Vay, musir narsalar tushdi bor-ku. Redkesi tushmayapti-da, bor-borlar. Comeback qilib ketishim kerak men hozir. Comeback. Oy, menga 8 milliondan beryapti. Men Robux ishlatdi, Robux deyapti. Jinni ekan bola. Robux ishlatdi. Robux ekan deb, jinni ekan bola, Robux ishlatdi deyapti.
G'irchinni ekan bu. Davay bola 1,5 milliard keyin ochib ko'ramiz. Leziga uchta ochamiz. Normalniy tushib qolsin. Yana orangutini, ananasini. Hozir yemsin bo'ldi. Hammasi 2 kup tashlanglar. Mana bu yerda 3 tasini belgilab qo'yamiz. Dang dang dang. 50% saksiz ekan bo'ldi. Yana 3 ta ochamiz hozir. Men endi tushundim. Sen endi mazini qochirib tashlashing mumkin. Altın açtım. 3 ta och. Oltini qanday o'chasan sen tupoy? Davay, mana bu yerda endi. Davay, hammasini belgilaymiz. Dang. To'xtala buni. Bas. 100% craft qilamiz. Let's go. Bo'ldi, menga vaqti dahshat tushdi. Gold. Yo 100% gold tushdi menga. Yaxshi. 347 milliondan berish boshladi menga. Vallahi. Hayotda 2 rebursdan qo'rishimiz kerak bo'ldi. Rebursdan qo'ramiz hozir. Mutassillik qilib yordim bo'ldi. Ana o gingerini bo'ldi. Let's go. Bostiramiz. Tez. Men o'tib ketaman sendan qarab tur. Reburs qilamiz. 11,5 milliondan beryapti. 11,5 milliondan beryapti bola. 11,5 milliondan men shu o'tib ketdim. Davay. 1,5 milliard kerak bizga. 1,5 milliard bola. Уже 1,5 milliard qo'ydik. Davay. Modino o'tamiz. Let's go. Oo, davay. Yaxshi. Bundan ham ochdi. Mana bilan bilashtirish kerak endi bola, bilan bilashtirish. Yana 3 ta ochamiz. Davay, ketdi. Yana 3 ta ochdik. Yana 3 ta, davay. Let's go. Yana 3 ta ochamiz. Qanday ochadi? Mustrlar tushyapti faqat. Yo mayo. 200x. Mana bilan bilashtirib chiqaychi bola. Hammasini bilashtiramiz. Zo'r. 200x ga mustur ko'p. Qanchadan beri otdi hozir menga? Endi hozir ko'ramiz menga. Davay. Menga 13 milliondan menga. Nimaga senga 13 million? Tushunmadim. 200x düştü. Glorba Fruitto dirilovchi 20 milyondan beri tutar. Yo. 20 million? 20 milyon. Bu şey 5 milyar falan var. Qanaqasiga bola bu 20 milliondan beryapti? 23 milyon abi. 23. Menga 8 milliondan beryapti. Ha, endi 14 milliondan beryapti. Davay. Pul soqqa kerak, juda ham ko'p soqqa kerak bola. Davay. O'tib ketamiz hozir bola, o'tib ketamiz. 4% potspot tushdi menga. Yo mayo. 4% potspot tushdi menga. 15 milliondan beryapti. Mana 3 ta ochib ko'ramiz. 42 34 42% yaxshi. Yana to'shamiz. Let's go. Ben good reverse qo'ydim. Mana hozir 10 milliard reverse qilaman bola. Mana hozir 10 milliard reverse qilaman. Ben eleme tamam. 50 milliardda 12 million yig'yapsanmi o'zi? Oz bola, tezroq reverse tashlaymiz. Let's go. 10 milliard yig'yapsa bo'ldi. Все, 10 milliard. Davay. 8 9 davay 9 10 qilay 10 davay 10. Yine 200x. 10 yaxshi, davay 10. Chotki. Reverse qo'ramiz. 6000x. 25 milliondan beryapti. O'tib ketaman vallahi endi. 3 ta olamiz yana. Sen ben tuttum. Fotos. O 25 million. 27. Mana shop yo'qmi-kan shop? Yo'q, mana bu o'tib ketyapti bola, qarasa o'tib ketyapti bu. O'shanga tushunmayapman-da bola. Mana solamiz bola, darshi tuxumchalar olib, normal spotlar tashlaymiz. Qarab tursinmi? Davay bola, 3 ta ochamiz. Let's go. 30 yarım Glorba milyon. Fruitto drillo. Qanaqasiga kuchaytiryapti bu bola? Yana Glorba Fruitto drillo. Yaxshi, yana bitta Glorba ber. Yana bitta Glorba ber bola. Yana bitta Glorba davay. Yana bitta Glorba bersa bo'ldi bola, yoraveramiz. Let's go. Hayır, keyiniz ona gel. Ye. Qanaqasiga? Ben açtım. Ye. Hayır. Ketib qoldi bu bola. 40 milyondan beri tuttu. To'xtala, men Glorba Fruitto bilan belgilab qo'y. Yo'q, qanaqasiga o'tib ketdi bu bola? Gol tushdi menga. Yaxshi gol tushdi. Craft qildik. Bularni hammasini craft qilib borishimiz kerak endi. 340x dan qilib berar ekan. Davay, yana bitta olaychi. Bilan o'tib ketdi bola. Davay, bo'ldi, x bosaychi. Qanday marta belgilab qo'y eng zo'rlarini. Bo'ldi, mana shu normalniy bo'ldi xlarimiz ham bo'ldi. 30 milliondan beryapti menga vash. Davay, boshlashimiz tez bo'ldi. Mana boshlashimiz. Oy. Men endi tushundim bola, mana ustiga bosish kerak ekan. Bo'ldi, tez 25 million qo'ramiz bola. Yo, короче, bola video so'rib ketdi bola. Videoga like bosgan, qo'shimcha ketdi.